Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan React'ni Samias, ya'ni Samarqanddirdiyev o'rganamiz. Ya'ni Sami Akademiyada. Xo'p, men hozir уже bularni ko'rib chiqdim. Qanday bo'ladi chunki bilaman, yaxshi o'rganganman. Yangi loyiha qismida yaratyapmiz, komponent va elementlar. Yangi loyiha qismida yaratyapmiz. Yangi Create React App nomi ostida papka yaratib oldim. Mana Sami loyihalar papkasiga kirdik. Movie degan papkaga. Bunda biz Kiro'da ham ochdim. Mana Kiro'da ham Npix Create React App deb yozdim. Menga aytyapti for example. Ya'ni senga misol Create React App va oxirga file dictionary O'tganimizdan keyin bizga shablonni, ya'ni hamma React'ga kerak bo'lgan qaramlarni yuklab bo'lgandan keyin tushundik, React bo'lsa bizda bitta shablon degani. Bo'ldi, shuni tushuntirib ketdim. Hozir endi kutamiz. Xo'sh, bizda уже o'zimizning React'imiz yuklanib bo'ldi. Endi bemalol terminalni o'chirib tashlayman va movie'ga o'zimizning papkamizni VS Code'da ochib olishimiz kerak bo'ladi. VS Code'ni ochdik. Endi birato'lasi npm start qilib o'zimizning loyihamizni ishga tushirishimiz kerak. Va bu yerda aytayaptiki, sani localhost 3000, ya'ni mana bu localhostni designed deyapti, ya'ni sen localhost nimadir ochilgan deyapti. Bizni yangi portni ochishni xohlaysanmi deyapti. Biz yes. Why? What am I to you? Go meet your daughter. You okay?
bosamiz. Agar siz localhost hech narsa ochilmagan bo'lsa, sizlar bemalol bu narsani nima qilishingiz mumkin? Bu narsa o'z sizda vobshe chiqmagan. Shuning uchun boshladik. Xo'sh, biz npm start qilib bu yerda o'zimizdan template'imiz, ya'ni shablonimizni ko'ryapmiz. Endi keyin qiladigan ishimiz mana bu yerga kerak emas narsalardan biz o'chirib tashlashimiz kerak. O'zimizdan chiroyli format keltirib olishimiz kerak. O'chirib tashlaymiz. Mana yozamiz va bu yoqqa Sammy Movies deymiz. Mana do'stlar. Keyin do'stlar, xullas agarda mayli. Mana o'zim mamdagi Sammy platformasini do'stinglarga ham tavsiya qilinglar. Ya'ni platforma haqida, tushundinglar? Xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Index.js ga kirib, misol uchun mana bu narsani o'chirib tashlaymiz. Bular ham kerak emas. Delete. Xo'sh, app.js ham kerak emas. Hozircha kerak emas. Biz bularni hammasini yo'q qilib yuborishimiz kerak. Mana bu yerdagi narsalar ham kerak emas. Mana bu app ham kerak emas. Bu yerda misol uchun hozircha qanaqadir hash bir ichiga yozib hello world deb turamiz. Mana, ya'ni hello world'imizni ham ko'rdik. Xo'sh, ana endi kelinglar boshida statik, ya'ni global qanaqadir o'zgarishlarni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib index.js ga o'tib, biz bu narsani o'zi bu CSS'larni bilasizlar, to'g'rimi? Margin 0, padding 0 va box sizing, border box qolishimiz kerak. Ya'ni bu bitta global CSS. Ana endi biz bu loyihada, ya'ni ko'rayotgan bo'lishimiz o'tda bitta ikonkalar bor va mana bunaqa tayyor knopkalar bor. Shuning uchun biz bundan Bootstrapdan foydalanamiz. Va bizda CDN.js degan bitta ajoyib bir platforma bor. Shu yerga kirib, misol uchun biz Bootstrap deb yozamiz. Bootstrap.
va bu yerda har xil versiyalari bor. Ya'ni versiya ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Biz eng oxir versiyasini olamiz, farqi yo'q. Lekin hozirgi darsda, ya'ni yozilayotgan vaqtda 5.2.2 versiyasi ekan. Va bu yerdan CSS ni topib, bootstrap min CSS buni mana copy mana bosamiz, ya'ni link tag. index.html ga o'tib, bu yoq buni qo'yamiz va mana bu yerga mana narsalar bizga kerak emas. Why? What am I to you? Go meet your daughter. You okay? Bo'ldi. Keyingisi font awesome, ya'ni bu bizda ikonkalar. Ikonkalarni ham yuklab olishimiz kerak bo'ladi. CSS all min CSS. Mana shuni yuklab olamiz va mana bu yerga fayllar bizga kerak emas. Bo'ldi. Ya'ni uje bizani loyihamizda nima bor? Bootstrap bor va ikonkalarimiz ham bor. Bo'ldi do'stlar. Ana endi bizni bemalol davom etishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh. Ana endi bu yerdan chiqib ketaman. Ana endi men o'zimizning source papkaga, ya'ni src papkaga kirib, components degan papka ochishim kerak bo'ladi. Components. Xo'sh, components papkada o'zimiz bilamiz, app ochib qo'yaman. Ya'ni bu hozir eng global, eng kerakli komponentimiz bo'ladi. Xo'sh, appni ichiga esa app.js va app.css mana. Ya'ni do'stlar, You gotta be a stranger. qaranglar, har xil oldingi darsda aytganim kabi har xil fayllarning strukturasi bor, to'g'rimi? Ya'ni komponent ochib mana applarni hammasini katta harfdan yozishingiz mumkin yoki hammasini kichkina harfdan yozishingiz mumkin. Ya'ni men asosan ko'proq kichkina harflardan yozaman, chunki bu uje qanaqadir meni ko'zimga yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni приятныйroq va qanaqadir yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni kichkina harflardan yozsa. Bu narsa endi o'zingizga bog'liq. Xohlasanglar katta harfdan yozinglar, xohlasanglar kichkina. Ya'ni faqatgina boshini do'stlar. Hamma harf emas, faqatgina boshini. Tushundinglar? Endi men bu yoqqa konstanta, lekin komponentning nomini baribir katta harfdan yozishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Tushundinglar? Komponentning boshini katta harfdan yozinglar do'stlar. Export default app mana. Endi
JS kodda bu appni biz import qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tez vaqt tez qo'ydim. Sizlarga hozir tez yozmay qo'ya qolay. Xo'sh, import app from component app mana. Va buni bu o'zimizdan app appimizdan bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi. Qaraydigan bo'lsa, mana o'zimizdan hello. Bo'ldi, biz endi index.jsdan chiqib ketamiz va app.js va app.js ni ichida qotamiz. Kelaylik, ana endi men hozir hamma o'zimizning komponentlarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni bittalab komponent yozmaymiz, bittada hamma komponentlarni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, birinchi bo'lib, men birinchi komponent. Ya'ni bu qanaqadir info, ya'ni qanaqadir informatsiya, to'g'rimi? Ya'ni biz birinchi bo'lib mana shu komponentni ochib olamiz. Xo'sh, mana komponent ichiga kirib, o'zi bu yoqqa o'zimizning app info deymiz. Ya'ni dasturimizning informatsiyasi bo'ladi. Va bu yerga ham xuddi shunaqa, ya'ni app info.js va app info.css. Mana shunaqa qilib ochib chiqamiz. Xo'sh, keyingisi bu yerda bizning mampdagi o'zimizning nimalarimiz, har xil input filtrlarimiz, to'g'rimi? Ya'ni input har xil, misol uchun filtratsiyalarimiz va o'zimizning search panel, ya'ni panelimiz. Ana endi shuni ham biz yozishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Ya'ni komponentga ichiga kirib search panel deyman, kopiya qilib olamiz. search panel.js
search panel nuqta css. Voy, panel bo'lib qolibdi. Panel. Samar. Panel va panel bo'ldi. Search panel. Keyingisi esa bu o'zimizning mana bu yerdagi filtratsiyamiz. To'g'rimi? Endi bu filtratsiyani mana o'tkazib olamiz. Qo'y bu yoqqa misol uchun app filter deymiz. Mana. Va buni ham kopiya qilib olishimiz kerak. Tezroq vaqt bo'lishi uchun js css bo'ldi. Hozir faqatgina mani kesimni qaytarib turinglar. Hozir sekin-sekin hammasini komponentlarni to'ldirganimizda tushunib olasizlar. Вообще easy bo'ladi. Xo'sh, keling faqatgina mana shu joyini hozircha qolamiz. Ya'ni sizlarga ham qiyin bo'lmasligi uchun. Endi har bitta komponent ichiga kirib, mana shu komponentni yaratib chiqishimiz kerak bo'ladi. App filter faqatgina do'stlar js faylga kirishimiz kerak. App filter mana. Return. Misol uchun oddiygina bitta app filter degan bitta anaqani yozib qo'yamiz. Export default app filter mana. Xo'sh. App filter yozdik. Endi bizda app info ham bor, to'g'rimi? App info. Xo'sh, endi men sizga bitta narsa ko'rsataman. Ya'ni men extensionlar bo'limida menda bitta mana ESMScript 7 ta nimani extension o'rnatilgan. Ya'ni bu extension yordamida biz juda ham o'zimizning komponentlar ochishga juda ham kam vaqt kettirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni
hozir ko'rsataman. Misol uchun biz RAFC yozadigan bo'lsam, RAFC mana bitta bosadigan bo'lsa, tayyor bizga komponent yasab beradi. Endi mana shu narsani AFC mana bitta bosadigan FC yozadigan bo'lsam, RAFC mana bitta bosadigan bo'lsa, tayyor bizga komponent yasab beradi. Endi mana shu narsani faqatgina o'zgartirib qo'ysam bo'ldimi? Hozir RAFC mana app info. Tushundinglar do'stlar? Juda ham oson. Faqatgina mana buni o'chirib tashlaymiz. Xo'sh. App filter yozdik, to'g'rimi? App info ni ham yozdik. Endi search panelni ham yozib qo'ysak bo'ladi. RFC search panel va tbhq import o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi do'stlar. Hozir mana chiqib ketdi, hamma narsa juda ham ko'payib ketdi. Ana endi kelaylik bitta boshdan tushuntirib beraman. Xo'sh, bizda app.jsimiz bor. Ya'ni bu bizning dasturimiz, to'g'rimi? Ya'ni komponentlarni eng mana shu fundament desak ham bo'ladi. Biz hamma komponentlarimizni, hamma dasturimizni mana shu yerga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi filtr. Ya'ni bu yerda hozir biz app filter degan nomni yozib qo'ydik. Bu yerda ham bunday qiladigan bo'lsak, yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni app filter bilan. Xo'sh, bu yerda ham biz app filter, ana endi kelaylik hammasini qo'yib chiqamiz. Sekin-sekin bitta hammasini qo'yib chiqamiz mana bu yerga. Misol uchun men bu yerga div ochaman. Misol uchun bu yerda div ochamiz va yana bitta div ochamiz. Buni keyinroq tushuntirib beraman. Ikkita div ochganimizni va o'zimiz mana bu yerga app info hammasini import qilishimiz kerak bo'ladi. Import app info from bitta orqaga chiqamiz. App info ga kiramiz va app info ni komponent olamiz. Va o'zimizning komponentimizni bu yoqqa qo'yamiz. Qaraydigan bo'lsak, bizning app infoimiz bu yerda chiqdi. Xo'sh, keyingisi endi biz yana mana bu div ochaman. Buni ham keyinroq tushuntirib beraman, ne div ochayotganligimni, ya'ni yaxshiroq bilishingiz uchun. Xo'sh, keyingisi bizda bu yerda o'zimizga mana bu yerga panelimiz, ya'ni inputimiz. Xo'sh, import search panel from orqaga chiqamiz. Search panel olamiz. Va search panelga kiramiz. Va mana bizda search panel ham chiqdi. Oxirgisi esa bizda app filtrimiz edi. Keldi, buni ham import qilamiz. Import app filter mana. Buni ham mana bu qo'yamiz. Va bizda mana ham 3 ta komponentimiz chiqdi. Mana bu yerga 3 ta komponentimiz. Xo'sh, ana endi kelaylik bu komponentlarni ham nima qilamiz? Anaqa yozib chiqishga harakat qilamiz. Xo'sh, kelaylik ana endi mana ozgincha anaqa qilib chiqamiz. Nima edi?
Why? What am I to you? Go meet your daughter. You okay? Because you've never seen a miracle. Sometimes to love someone, you gotta be a stranger. Chiroylilashtirib chiqamiz.